Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan fundamental analiz haqida gaplashamiz. Fundamental analiz bu dunyoviy iqtisodiy va siyosiy yangiliklar bo'lib o'tayotgan o'zgarishlarga asoslanib bozorni analiz qilish hisoblanadi. Ya'ni valyuta narxini keskin harakatini o'rganib chiqish. Xo'p, o'zi fundamental analiz treyderga nima beradi? Nima uchun bizga o'zi fundamental analiz kerak? Fundamental analiz bu bizga bozor yo'nalishini aniqlashga yordam beradi. Muhim yangiliklardan oldin bozor volatilligini kutib olish, ya'ni uzoq muddatli trendlarni topishga yordam beradi va xavfli vaqtlarda savdo qilmaslik uchun kerak bo'ladi. Shu narsalarni bilib olish uchun biz fundamental analiz qilib olamiz. Endi men sizlarga hozir fundamental analiz qilish uchun kerak bo'ladigan platforma va saytlarni ro'yxatini beraman. Birinchisi investing.com hisoblanadi, ya'ni bu ilova. Buni Play Market yoki App Store dan skachat qilsangiz bo'ladi. Keyingisi forexfactory.com va bloomberg.com. Bu ikkalasi sayt bo'ladi. Birinchisi ilova. Xo'p, men sizlarga ko'proq maslahat beradiganim investing.com hisoblanadi. Men o'zim ham shaxsan shu investing.com ishlataman. Unda ancha qulayroq va aniqroq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xo'p, akalar, fundamental analiz qilayotganda biz yengilliklar bilan ishlaymiz. Ya'ni har xil yengilliklar ro'yxati bor bizda. U ro'yxatda sizlar investing.com ichidagi ekonomik kalendardan topasiz. Hozir men sizlarga buni ham tushuntirib beraman. Undan oldin sizlar bilan asosiy yengilliklar ro'yxati bilan tanishamiz. Birinchi yengilligimiz FOMS yengilligi hisoblanadi. Bu har oy bo'lib o'tadi. Datasi aniq emas, lekin eng kuchli FOMS bu har 3 oyda, ya'ni har kvartalda bo'lib o'tadi. Buni eng kam yurib beradigan pipsi bu 300 yoki 200 pips bo'ladi. Agar kuchli ta'sir qilsa, bu 500 hamda 700 pipslargacha ham yurish ehtimoli bor. Keyingisi non-farm yengilligi. Non-farm yengilligida Amerikada ishsizlik haqida gaplashiladi. Non-farm yengilligi har oyning birinchi jumasida bo'lib o'tadi. Agarda birinchi jumasi, o'sha oyning birinchi jumasi birinchi sanaga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, u yengillik keyingi haftaga ko'chib o'tadi. Undan keyingi yengilligimiz CPI va PPI yengilliklari. Bu yengilliklarda bizda inflyatsiya haqida gapiriladi. CPI va PPI yengilliklari non-farm bo'lib o'tgandan keyingi haftasiga bo'lib o'tadi. Undan keyingi yengillik Jobs va PMI yengilliklari. PMI yengilligida biznes faollik indeksi haqida gapiriladi. Bu 7 ta yengillik ham bizda kuchli hisoblanib, bozorga o'z ta'sirini o'tkaza oladigan yengillik hisoblanadi. Xo'p, akalar, ko'rishingiz mumkin, investing.com platformasiga kirib oldik. Birinchi qiladigan ishimiz ekonomik kalendar bo'limiga o'tib olamiz. Hozir biz ekonomik kalendar bo'limidamiz. Undan keyingi qiladigan ishimiz bugungi kunni kalendariga o'tib olib, chisovoy poyezimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni chisovoy poyezni to'g'irlash bizga nima beradi? Bizani O'zbekiston, ya'ni bizani местный vaqtimizga o'tkazib beradi. Bizani местный vaqtimizga o'tish uchun biz GMT +5 ga, ya'ni Karachiga qo'yib olishimiz kerak. Qo'yib olganimizdan keyin akalar ahamiyat beringlar. Bu yerda yengillik vaqti, yengillik chiqayotgan valyuta va yengillik qanchalik darajada muhimligi haqida belgi. Bu belgi yulduzcha sifatida bo'ladi. Agarda sizlarda bitta yulduzcha yoki ikkita yulduzcha, uchta yulduzcha bo'lsa, misol sizlarda uchta yulduzcha bo'lsa, yengillik sizlarda 70 dan 100% gacha ta'sir o'tkazadi. Ikkita yulduzcha yoki bitta yulduzcha bo'lsa, sizlarga 50% gacha ta'sir o'tkazishi mumkin. Atak ikkita yulduzcha, bitta yulduzchaliklar bozorga keskin ta'sir o'tkaza olmaydi. Xo'p, endi akalar, bizga faqat USD ni, ya'ni USD ga chiqayotgan yengillik qiziq, ya'ni AQSh dollariga, boshqasi, ya'ni yevro, GBP, misol yoki CHF, AUD ularga chiqayotgan yengillik bizga qiziq emas. Xo'p, akalar, ko'rishingiz mumkin, hozir bizda 20:00 da 3 ta yulduzchali, ya'ni kuchli ta'sirga ega yengilligimiz bor ekan. Biz hozir buni ichiga kirib, sizlar bilan birgalikda analiz qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, akalar, kirib olganimizdan keyin bizda bu yerda yozuv bor. Ya'ni mana shu yengillik haqida gapirilgan. Oxirgi abzatsidan boshlab o'qiymiz, ya'ni показатели выше ожидаемых рассматриваются как позитивное бычье направление USD. А показатели ниже ожидаемых указывают на негативный медвежий рынок для USD deyilgan. Bu yerda aytilyapti, agar ko'rsatkiching kutayotganingdan baland bo'lsa, senda dollar buqalar harakatida bo'ladi, ya'ni bayga chiqadi. Agar ko'rsatkiching kutayotganingdan pastroqda bo'lsa, dollar sell bo'ladi degan. Akalar, qaranglar, bizda fakt va prognoz berilgan. Men pastga yozib qo'ygan показатели выше ожидаемых, ya'ni ko'rsatkiching kutayotganingdan baland chiqsa deyapti. Bu yerda kutayotganimiz bizda prognoz hisoblanadi. Faktimiz bizda показатель sifatida, ya'ni ko'rsatkich sifatida o'ynaydi. Ahamiyat beringlar, bu yerda faktimiz prognozimizdan past. Bu yerda aytilyapti, fakting prognozingdan past bo'lsa, senda dollar sellga yurish qiladi deyapti. Demak, bizda faktimiz prognozdan pastroq bo'lsa, dollar sellga. Dollar sellga bo'lsa, bizda tilla bay harakatini berish kerak. Endi akalar, bir xil yengilliklarda bu yozuv bo'lmaydi, bir xil yengilliklarda bu matnni bo'ladi.
Agar bo'lmasa, bu yoqda strelka bo'lishi kerak. O'sha strelka yordamida sizlar dollar yoki bay yoki selgaligi bilsanglar bo'ladi. Ya'ni strelka yashil bo'lib turgan bo'lsa, sizlarda dollar bay hisoblanadi. Strelka pastga, ya'ni qizil bo'lib tursa, dollarga sel beradi. Xo'p, akalar, sizlar analiz qilayotgan yengillikda ma'lumot berilgan bo'lsa, u ma'lumotni o'qishni har doim sizlarga maslahat beraman. Sababi, sizlarda faktlar bilan prognozlarning o'rtasida, ya'ni fakt prognozdan baland bo'lsa bay yoki fakt prognozdan past bo'lsa sell degan narsada o'zgarishlar katta bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim sizlarga bu ma'lumotni o'qib, undan keyin bu setup qilishni maslahat beraman. Xo'p, akalar, hozirgi darsimizda sizlar bilan fundamental analiz qilishni o'rgandik. Hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.